Hammaga salom, sizlar bilan bugun Bonnie Gamerman. Bugun yangi video rolik olaman. Bu video rolik nomi eng eski Minecraftlarni o'ynab ko'ramiz. Ya'ni bu ikkita. Hammaga salom. Mana men bu safar ovoz qo'yim keldi. Chunki babaram video yozayotganimda ovoz bilan muammolar bo'lib qolyapti. Shuning uchun men ovoz qo'ya qolaman bugun. Birinchi mir yaratib olamiz. Men qo'lim qiyshayroq bo'lib yozib eski versiya deb yozaman. Bu safar previewlarni yaxshi ustida ishlamayman, montaj ham yaxshi ketadi. Hozir bu yerda olamiz season yaratsa bo'lar ekan, ya'ni random anaqa har xil joylarda to'lasa, bu men mer yarataman. Bu eng eski Minecraft va sal yangiroqni o'ynab ko'ramiz. Mana bu juda g'alati dashbordda sakrash tushunmasam, ko'rib turibsizlar. Sakrash bloklari yo'q. Va mana ko'rib turganlarda mana shu bloklar bor. Men blok umuman nima tushunmadim. Bu nima blok, g'alati blok. Bu nomini bilsanglar kommentariyga yozib, bu juda qiziq. Agar kim mana video serverda video olishni xohlasa, kommentariy yozib qo'ysa, men o'zim Telegramda yozaman. Men faqat kamgina bloklar bor ekan, oltin qilich, nether bir bor ekan, mana bunday nomi. Kamon yaxshi. Ana rasm bor ekan, rasmni ko'p qo'yish kerak. Qanaqa rasmlar bor ekan? Oddiy rasmlar. Endi hozir katta rasm yasaymiz hozir. Ozgina katta, uzun. Hoppa. Mana rasm chiroyli chiqdi, ancha. Kamon, hayvon yo'q, atrofda hayvon yo'q. Bu eski versiya, nomida versiyani aniq yozsam esimda qolmadi. Qani ko'raylikchi. Uy qurib ko'ramiz mana shu yerda, atroflardan. Qani boshladik. Birinchi o'rinda bloklarni olamiz. Videoni oxirida eng qizig'i Minecraft haqida ma'lumot ham berib ketaman albatta. Xo'p, qo'lim qiyshiqlanib shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Mana quramiz. Hozir mana shu yerda videoni to'xtatib turaman. Yaxshi. To'xtatma. Botninchi bloklar yo'qligi ma'qul. Sakrasman. Tepaga chiqish bloki yo'qligi uchun tepaga uchish, men tepaga ham o'tamayapman. Xo'p, yaxshi. Mana shu yerda men 2 minutlik tanaffus olaman. Sizlarning ham vaqtinglarni o'g'irlagim kelmayapti va hozir bu yerda просто обычный menda ancha vaqt ketadi, sizlarda esa atigi 1 sekundgina vaqtinglarni oladi. Mana sizlar tezlashtirgan 5x qilyapman. Men ungacha sizlarga ma'lumot berib kelib qoldi. Hozir mana Minecraft haqida ma'lumot beraman. Minecraft shou mojing va Minecraft huquqlarini $2 AQSh dollariga sotib olgan. Minecraft o'sha vaqtdan beri barchalarning eng ko'p sotilgan video o'yiniga aylangan. Kommentariyaga albatta o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Bu uyga necha baho berasiz? Qalayda uy zo'r chiqyapti. Birinchi oynalarni qilamiz, yaxshi. Voqea bergan ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'ldi. Men uncha ko'proq ma'lumot beraman deb o'ylagandim, lekin bera olmadim. Uzr albatta. Xo'p, yaxshi chiqdi. Uyimiz bilan bitib qoldi. Menga hozir bitta narsa qiziq bo'lyapti. Mana hozir uy tomi yo'q. Mana shu blok nima blok deb o'ylaysizlar? Menga iltimos kommentariyga yozib qoldiring, chunki bu blok menga o'zim ham bilmayman. Kommentariyga nomini yozib qoldiringlar. Qanaqa blok o'zi bu? Va biz bu Minecraftdan o'tib sal yangiroq Minecraftga o'tib ketamiz. Hammaga xayr. Mana bu ikkinchi Minecraft, bu Minecraft nomi Minecraft Pocket Edition. Mana skilllar ham bor. Men importni bo'lmish to'xiragan skinni qo'yib olaman. Tak. Mana Silya deb yozib qo'ygan. Steven ko'rmasdan bilmadim mana. Hatto bu texture pack, har xil игра достижения narsalar bor. Unda vash oddiy edi. Hatto skilllar bor mana. O'ta xavfli milosh ko'ryapman. Просто sinovga. Birinchi biz mir yaratamiz. Bu mir nomini o'zgartirib bo'lmayapti. Klaviatura chiqmayapti. Tvartga qo'yamiz. Mana tvartga qo'ydik.
videomiz ham уже 6 minut bo'lib qolibdi. Bu tez yaraldi. Уже Hack Minecraft normal. Men oldin faqat mana shu Minecraft. Bu Minecraftda ma'lumot berib o'tay. Bu ancha taza tepaga Hack Minecraftga ulanish ham bunda osonroq, yaxshi Minecraft. Bu Minecraft Pocket Edition. Buni ham biz uy qurib o'tamiz. Hop, uy qurishni menimcha boshlash kerak. Har xil bloklar ham bor. Mana Broniya olmoqchidim. Hop, Broniya davay Amaz Broniya olamiz. Hop, bosh kiyim. Har doimdek montajda buni chizib qoldim va men ustki kiyim olmaganimni bildim. Hop, bu videoga men qanaqa ovoz qo'yaman, chunki bu ovozsiz olingan videoga men o'zim oldim, lekin hammasi haqqoniy bo'lish uchun, hammasi haqqoniy o'zim olgan videoga faqat ovoz qilib oldim. O'zim keyin montajda ovoz qo'yardim. Bu yerda qanaqa ishlarmikin? Har xil cheat kodlar, shidday va o'zim xato. Yana emas, svetday. O'zim ham xato qilgan ekanman-da. Shuning uchun shu paytda montajda ham chizib qolaman shunaqa paytda. Bu ancha yaxshiroq Minecraft va bunda o'ylanish oson. Birinchi endi uy quramiz. Uy qurishdan bu sizni tezlashtira olaman, chunki bu sizlarga 100% qiziq emas. Uy tayyor bo'ldi. Sizlarga maza qilib ozgina tavsiz. Boshqa bilan tavsiz qildi deb o'ylayman. Endi sal sifatliroq videolar, montaj hadya narsa bor, preview degan narsa bor. Mana sekin uylarni ham quryapman. Qo'lim qiyshilishdan bo'lyapti albatta. Endi mana pashti uy qurilib bo'ldi. Videom shu 10 minut qolmamcha. Mana bu videoni albatta qishloq topmasdan qilmayman. Qishloq topmasdan tugatmayman. Oh my god, what the heck? Уже qishloq topilmasiga emas, bunaqa omad. Mapti yetilmasanga. Hop, yaxshi qishloq normalniy, faqat Minecraftga eski qishloq sandiqlar bo'lmaydi. Bu esa oddiy uy. Men ko'p blogerlar ancha Minecraft paydo qildim, chunki yoki mod qo'shib shunaqa qilinadimi, bilmadim yana. Va videomiz ham уже tamom bo'ldi. Hamma sizlar bilan Bunny Gamer bo'ldi. Videomiz qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Xayr.